Ana aziz obunachilar, Samarqand mashina bozoridan puli yengil Nexia 3 mashinalaridan ko'rsatamiz. Yili necha akajon buni? 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Chixol poliklari bor. Mexaniki, magnitofon kolonkalari bor ekan. Balonlari yaxshi holatda. 4 ta kalpagi bor. Gazi nima akajon buni? Metanda. Gazi metan ekan akalar. Zapaska yana bitta kalpakcha ham qo'shib beradi akalar. Zapaska diska baloni ham bor. Yili necha aka buni? 20 ga 21. Noyabrga chiqqan. 20 noyabrga chiqqan. 20-yil noyabrda chiqqan. 4-paketli metan gazlari bor. Motorlari qanday aka? Moydan moygacha moy yemaydi. Nima yo'q, ay billet moy. Korobka yaxshi. Korobka, xadovoy, hammasi chotki. Hamma yo'q yaxshi. Rom tay billet chiqsa, lyuks kanser. Lyuks kanser. Aha, yana nima namoratlar? Ikkinchi pozitsiyada. Ikkinchi pozitsiya Nexia 3. Yurgan masofasi qancha buni aka? 3,5 mingta yurgan. Alishgan detallari bormi? Alishgan detali yo'q, faqat buferlari. Buferlari alishgan. Alishgan, просто hammasi detali o'zinikida. Ha, bo'ldi. Salondan o'zimiz olib chiqib kraxtib ko'ryapmiz. Tushundim. Nomeri ana shu. Necha pul bo'lsa beramiz aka buni? Taqalgan joyi. 6800 yana kelishtirib beramiz. Telefon raqami 90lik ekan. 455 21 01 ekan. Aloqaga chiqarasizlar aka, yana kelishtirib beramiz deyapti. Variant Vikov kreditchi, kreditni farqi yo'q, любой ustiga kelishamiz deyapti akalar. Narxi ozgina boshqacha bo'ladi, to'g'rimi? U narx bo'lmaydi. Hay bir oy 2 oyga masalan bir 4000 $5000 puli bor insonlarga nima qilamiz? U qarzga, Vikov emas. Bo'ladi unisi. Ana aziz obunachilar, Samarqand mashina bozoridan Nexia bir mashinalardan ko'rsatamiz. Diskalari bor ekan akalar. Balonlari o'rta holatda akalar. Arkasi yangiroq ekan mana. Shkalari. Chixol poli qilingan mashinchamiz. Magnitofonlari bor. Yili necha? 2005. Puli qancha so'rayapsizlar aka? 3,5 ming $3,5 so'rayapti. Kelishamiz deyapti yana. Yana yengilroq qilib beramiz deyapti akalarimiz. Metan gaz. Telefon raqami aytib qoldirasizlarmi aka? 99lik 199 0488. 0488. Qayerda mashina bu? Qazdarxon Jomon. Gap yo'q. Yana aziz obunachilar, Samarqand mashina bozori. Nexia 2. Aka bu yili necha ekan? 2008 aka. 2008-yilda ishlab chiqarilgan. 2008 Nexia 2lar bormi? Yo, birda 2 qilingan bu. Yo'q, Nexia 2. Nexia 2 mi? Akalar salon holatlar, chixol poli qilingan. Metan gazmi aka? Bitta bosing ichi bagajchasi. Metan gazlari bor. Balonlar yaxshi holatda. Motor holatlar, metan gazlari bor. Akkumulyatorlar yaxshi aka. Yangi. Motor uchun moy yeydimi, yemaydi moydan moygacha. Javob motorga. Motor hadoyi qilingan. Motor hadoyi qilingan. Puli qancha so'rayapsiz aka? Puli 5000 deyilyapti, kelishadigan joyi bor. Qancha? $3000? Yo'q.
4800 larga. 4800 larga bitadi. Naqd bo'lsa. Variant vikiflari ham bor. Bu. Telefon raqam? 91 Aha. 538 Aha. 00 Aha. 02. Mana Nexia 2 ni YouTube'ga aka, Instagramga ham qo'yam xohlasangiz aka. Nechi pul aka puli? 6000 so'rayapti. 6000 so'rayapsiz. Taqalgan joyi qancha? Taqalgani 5800 ga berib oldim. Navro'zchalari bor ekan. 5800. Telefon raqam? 95 Aha. 779 Aha. 51 11. Nima navorotlar? Central rul, bechkar pult, mikrofon, kolonka qo'yilgan. Aha. Salon koja qilingan. Aha. Metan gazi bor. Polni shubka bergan. Gapi, taqalgani qancha endi? Shu Taqalgani shu 5800 bo'lsa beramiz aka. 6000 so'raymiz. gapi, kraskalari qayerda bor? Bitta kirlosi bor, orqasida pitnos bor. Boshqa joyi top-toza. Moy yemaydi. Garantiya javob. Motor qarobga xadoyiga javob. Ana akalar, Samarqand mashina bozoridan Nexia 2 1.6 metan gazlari bor. Yili 14-yilda ishlab chiqarilgan akalar. Balonlar yangi holatda. 4 ta talpagi bor akalar. Metan gazlari bor. Salon holatlar, chixol poli qilingan akalar. Shumka bo'lgan ekan, aka? Qo'lni shumka bo'lgan. Yili 2014, so'zlashtagacha qilingan. Puli qancha so'rasiz? 5.5 so'rasiz. 5 ga bo'ladimi? 51 ga bermadi, 5100 ga bermadi. 5100 ga bermadingiz. Endi 5200 bo'lsa berasizmi? Beramiz. 5200 bo'lsa berasiz. Kraskalar qayerda bor aka buni? Mana ikkita eshik molgandan tepasi bor faqat. Qolgan joyi toza. Telefon raqam 93lik 220 44 64. Mana akalar, 2014-yilda ishlab chiqarilgan posatkalar qilingan akalar. Mashinchamiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan kraskalar top toza absolutni. Chixol poli qilingan. Balonchalar mana hali yangi holatda turibdi. Motorlar gibrid motor. Propan gazda. Qancha bo'lsa beramiz aka buni? Kelsan aka 5.5 deyapsiz. 5.5 deyapsiz. Yana kelishamiz. Bozor necha qildi aka? Bozor 5000 qildi. Bozor 5000 qildi. Bir 100-200 qo'shsa berib yuborasiz, to'g'rimi? Xudo xolasa beraveramiz. Gapi. Telefon raqami aytib qoldiring aka. 90lik Aha. 703 Aha. 19. Qayerda mashina bu? Avstraliya. Yurgani 90 ming. Bundan 90 ming halol turadi o'zingiz. Mana azobunachilar, Samarqand mashina bozoridan puli yengil. Nexia 2 dan ko'rsatamiz. 3800 dollar deyapti akamiz. Biz obunachilarimiz tomonidan kelsa 3.5 ming qilib beramiz deyapti aka. Biz obunachilaringiz tomonidan kelsa deyapti. Balonlar yaxshi holatda ekan mana. Salon holatlari, chixol poli qilingan akalar. Metan gazlari bor akalar. Tomdan pasti bitta kraska bo'lgan, ashujit bo'lgan, alishgan detallari yo'q deyapti akamizda. Taqalgan 3.5 bo'lsa berasiz aka.
Beramiz. 3,5 bo'lsa beramiz. Yili necha dedingiz? 2009-yil. Yili 2009. Qayerda mashinasi aka? Taslarg'om Juma. Pastorg'om Juma. Telefon raqamini aytib qoldiring. 94lik Aha. 732 Aha. 2992. Ana obunachilar, akalar, ukalar. 2006-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1imiz. Bu Sons motor aka? Sons motor. Motorlar mo yemaydi. Yo'q. Akkumulyator yaxshi holatda. Qayerda mashinasi bor? Kattaqo'rg'onda mashinasi. Bagaj bitta bosing-chi aka. Telefon raqami boshqatdan aytib bering-da bitta. 99lik 296 Aha. 98 95. Kabi. Bir 20 million puli borlarga bir variantga berasizmi? Masalan, bir 2-3 oyga qarzga. Yo'q, naqdga bo'lsa yaxshi. Faqat naq. 3 minglarga pitami? Pitadi. Akalar mana Nexia bir so'raganlarga akalar. O'rta holatda ekan mashinamiz ona. Balonlari ham o'rtacha. Salon holatlar aka, chixol poli qilingan. Bu qancha so'rayapsiz amaki buni? 35 so'mmi, 35 millionmi? 35 million. Taqalganni necha pulga beramiz? 33 34. Bozor nechi qildi? 32 ga berdim. 32 ga bermadingiz. Telefon raqamini aytib qoldiring aka. 90lik 601 58 22. Kabi. Arqa krilo bilan arqa kapotda bor ekan kraskasi. Qolgan joyi toza deyapti akamiz. Akaga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Like, podpiska bosishni unutmaymiz akalar.